O, spam ham bo'lib oldik. Wow, atrofni go'zalligini qaranglar. Wow, chiroyligini. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Astral. Bugungi videoda Minecraft lekin tovuq epik narsalar sotadi videosini olamiz. Biz bu videoda super shaderdan foydalanyapmiz. Tasavvur qilyapsizmi? Bu telefonim ko'targaniga hatto shubha ham qildim, lekin ko'taryapti. Qaranglar, shunchalik ham chiroyli ekan. To'g'risini aytsam, juda ham chiroyli. Bu videoda tovuq epik narsalar sotadi. Har qanday tovuqdan epik narsalar bo'ldi. Masalan, mana bu jo'jatadan ham buni qaranglar. Wow, ajoyib. Qaranglar, narsalarni sotadigan narsalarni. Bu videoda bizning maqsadimiz Ender Dragon'ni maxfiy etish bo'ladi albatta. Va shu shader bilan qilamiz bu videoda, juda ham chiroyli shader bilan. Agar maslahatlar bo'lsa, masalan, qaysi shaderni, masalan, different shaderlardan qaysi birini ishlatishni maslahatlar bo'lsa, albatta Telegram kanaliga yoki bo'lsam ushbu videoni kommentiga yozib qo'yinglar. Har qanday different shaderni ishlatib ko'rish mumkin. Masalan, Luminous Dream, Plugwa Different yoki bo'lmasam Vanilla RTX yoki bo'lmasam boshqa bir shaderlarni ishlatish mumkin. Menga ko'proq shu Prisma Visual yoqadi, chunki Prisma Visual juda ham chiroyli va nima derdi, FPS juda ham katta ushlab beradi. Masalan, hozir o'ynayotgan paytimda 40 FPS dan yuqori ishlayapti. Qaranglar, maza qilib o'ynayapman o'zim ham. Bu juda ham ajoyib, to'g'rimi? Bu degani esa menga shu shaderni doimiy ishlatadigan shaderim degani, doimiy survival ishlataman bu shaderni. Juda ham chiroyli. Qaranglar, suvda reflection bo'lib turishini, ya'ni akslanib turishini ajoyib chiroyli ekan, lekin o'yinchi animatsiyasi ham gap yo'q, lekin bu animatsiyani to'g'risi anchadan beri topa olmayotgandim. Bir addon pak ichidan topib oldim. To'g'risini aytsam, bu pak ham juda ham yoqdi menga. Tovuqjon, qayerga ketyapsiz? Men siz bilan savdolashmoqchiman. Oho, tayoq, nima derdi? Log evaziga qilich va ajoyib loydan 64 bir stak bloklar. Wow, ajoyib. Loy evaziga end frame va bunisi nima ekan? Nima bu, portal ekan? Wow, end portal ekan-ku bu. Bu yerda ajoyib narsalar sotilyapti, lekin bu modda zo'r qilib yasagandim, ajoyib qilib har narsani o'ziga mos qilib, juda ham ajoyib speedrunga loyiq qilib yasagandim, juda ham zo'r chiqqan. Lekin to'g'risini aytsam, narsalarning levelini men 100 milliondan yuqori qildim. Masalan, fire aspect, knockback, sharpness kabi o'sha darajalarni men 9 milliondan yuqori qilgandim darajasini. Lekin nimagadir Minecraft Bedrock'ga o'tgandan keyin darajalar juda ham pasayib ketyapti. Masalan, bir darajadagi enchantment levelga bo'lib qolyapti. Bilmadim nimaga bunaqa muammo bo'lyapti. Lekin droplar, masalan, nima derdi, moblardan droplar qilayotganimda bunaqa muammolar bo'lmayapti. Hammasi yuqori darajada, yuqori leveldagi darajadagi narsalar tushyapti, ammo trading qilganda hamma narsasi birinchi darajadagi bo'lib qolyapti. Mayli, bunisi muhim emas. Muhimi biz tirik qolyapmiz. Juda ham ajoyib narsalar bo'lyapti. Bular bizni Ender Dragon'ni maxfiy etishimizga juda ham ajoyib katta yordam beradi. Hammasi eng zo'r narsalar. Masalan, bularni survivalda topish uchun yillab deyman, kunlab o'ynashga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Biz esa bunda maza qilib tovuqdan sotib olamiz. Atigi loy va daraxt evaziga bo'lyapti. Ajoyib emasmi? Agar sizlarga bu mod kerak bo'lsa, albatta Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga o'tib, sizlar ham kirib obuna bo'lib, videodagi o'sha mashhur ushbu modni yuklab sizlar ham o'ynab ko'rishingiz mumkin. Wow, animatsiyani qaranglar. Juda ham chiroyli animatsiya. Bu Javadagi animatsiya modi-ku. Wow, axir bu endi o'xshatdim. Yurishini qaranglar, xuddi haqiqiy yurishdek yuryapti. Buni ham yo'q qilamiz, umriga zomin bo'lamiz desam, bu teri bermadi-ku, ziqna. Men teri evaziga Netherite chestplate, Netherite narsalarni sotib olaman deyatdim. Bizga olma kerak ekan, chunki olmaga Ender Pearl'lar sotib olishad bo'lar ekan. Ender Pearl'lar tasavvur qilyapsizmi? Qiynalib 1 soat, 2 soat enderlarni o'ldirish shart emas. Bittagina olma evaziga 16 ta Ender Pearl berilgan, juda ham ajoyibmi? Lekin bitta ham olma tushmadi. Mayli, yana bir atrofda olma qilib qidirib ko'rarman. Balkim bitta tushib qolar, balkim ikkita tushib qolar yoki moblardan tushib qolarmi desam, moblardan hech qachon olma tushmaydi. Masalan, buni ursam olma tushadimi?
qochib ketyapti. Olma ber menga. Ana olma ber desang berar ekan rostdan ham. Rostdan ham berar ekan ber desang, lekin yana berarmikan? Berasanmi yo'qmi yana olma? Aslida o'zi bitta olma ham yetadi-yu, lekin menga endi zapas qilib qo'yay deyatdim-da. Qani bersang-chi, olma ber deyapman. Shunchalik ham ziqna daraxt bo'lasan, mayli. Bitta berganing uchun ham rahmat, lekin menga yana bitta berganingda undan ham ziyoda bo'lardi. Ammo endi tovuq topishimiz kerak. Mana o'zi kelib qoldi. Juda ham chiroyli atmosfera, lekin menga juda ham yoq. Yo'q, men tovuqni o'ldirib qo'ydim. Hozirgina men u bilan savdo qilmoqchi edim. Qayerda endi yana bitta tovuq topishim kerak? Qayerda topishim kerak? Qayerda qani. Wow, suvni atmosferasini qaranglar. Juda ham chiroyli atmosfera, lekin menga juda ham yoqyapti. Qani, tovuqjon, qayerdasan? Qayerdasan? O'y, tovuq ko'rindimi? Nimaga shu emotsiya yoqilib qolaveryapti. Jonga tegdi shu emotsiya yoqilib qolaverishi. To'g'risini aytsam, olib tashlayman shekilli o'sha buttonni. Baribir telefonda o'ynaganim bilinadi. Javaga o'xshatganim bilan mayli, biroz bo'lsa ham endi Javaga o'xshasa yaxshiroqda endi. Men tugmalarni yo'q qilib o'ynashimning sababi sizlarga o'sha tugmalar to'siq bo'lib qolmasligini aytmoqchiman. Sizlar maza qilib to'siqni ko'rmasdan shunchaki katta ekranni ko'rib o'ynaysizlar. Va biz endi Nezerit narsalarni sotib olamiz. Ajoyib Nezerit armorlar, full Nezerit armorlar. Biz Elytra'ni sotib olishimiz mumkin ekan. Nima bu yerda o'qitilgan oltin olma yo'qmi? O'qitilgan oltin olma yo'q ekan bu yerda. Qanday adolatsizlik? Nimaga bu yerda oltin olma yo'q? O'qitilgan oltin olma yo'q ekan. Ziqnalar bo'lmaydigan ekan. Mayli. O'zimizga kerak narsalar sotib olaveramiz. Totemni olish uchun oltin kerak ekan. Lekin bu oltin izlab o'tirmoqchi emasman. Totemsiz ham o'zi o'lmayman bunaqa qurollar bilan. Menimcha bularni kiyib olamiz, chunki tunshi boshlayapti. Ya'ni quyosh botyapti. Bittasini o'ldirishimizga to'g'ri kelar ekan. Pat berdi, patdan esa Elytra sotib olamiz. Men Firework qo'shishni ham unutibman-ku. Elytra bilan Firework ham qo'shish kerak edi-ku. Qoqbosh. Rostdan ham qoqboshda. Men Firework qo'shishni unutibman. Menimcha kechqurun Firework to'playmiz shekilli. Quyosh botyapti, juda ham chiroyli manzara. Va tovuqni yana bir o'ldirdik. Menga o'qitilgan oltinni bermaganligi uchun va qo'yni ham o'ldiramiz hozir biz o'zimizga yotoq yasash uchun, lekin bu yotoq yasashga yetar ekan 3 ta bo'lib qoldi. Qani yotoq yasamasdan turib men hali qilishim kerak-ku, gunpowder olishim kerak. Mayli, bu yerdan pechka uchun narsalar olib olamiz. Bizga ovqat kerak. Ko'proq ovqat kerak. Ko'mirlar ham bor ekan, juda ham ajoyib. Mana bizning tabaka ham pishdi. Ajoyib tabaka pishdi. Endi maza qilib yeyishimiz mumkin. Lekin bizga yana ham ko'proq ovqat kerak edi-da. Mayli, boriga baraka, boriga shukr deb qo'yaveramiz. Bizda hamma narsa bor. Elytra armorlar, Nezerit armorlar, hamma narsasi bor. Lekin bizga Firework yetishmayapti. O'qitilgan oltin olma yetishmayapti. Mayli, keyingi modlarda o'sha narsalarni qo'shishga harakat qilaman. Masalan, 1 stack oltin olma, o'qitilgan oltin olma va 1 stack Firework qo'shib qo'yaman. Lekin hozircha qo'sha olmabman, chunki unga vaqt yetadi. Hozir yana qo'shaman desam, unga ham juda ko'p vaqt ketadi. Shuning uchun endi uzrlar, bu modni shunaqa qilib yasashga majburman hozircha. Va Telegram kanaliga albatta tashab qo'yaman. Sizlar ham kirib, obuna bo'lib, bu modni yuklab o'ynashinglar mumkin. Maza qilib, tun ham o'zicha chiroyli edi. Qaranglar, juda ham ajoyib. Wow! Xuddi haqiqiydek, lekin juda ham menga yoqib ketyapti bu shader. Qanaqa kel. Ana, seni ham oldik. Bu bilan biz kamon sotib olishimiz mumkin. Va gunpowderni o'ziga yugurib kelyapti. Mana senga ana 2 ta gunpowder berdi. Bu juda ham ajoyib. Firework yasash mumkin edi, lekin bizga ko'proq creeper kerak bo'ladi, lekin bizga hozir kerak emas. Hozir menga ketishini qaranglar, juda ham chiroyli ketyapti. Qilichni orqaga qilib ketishini qaranglar. Shunaqangi chiroyli animatsiya bo'ladimi? Yo'q, portlama desam portladi. Yaxshi, bu juda ham kuchli armor ekan.
ko'p narsadan himoya qilyapti. Menimcha bu tonus sehri edi shekilli. O'sha tonus sehri Frost Walker bor ekan menda. Juda ham ajoyib va men qanday chiroyli joylarda paydo bo'lyapman. Wow! Juda ham zo'r joylar ekan. Lekin bu yerga qaytib kelgandim shekilli boya. Ha, boya qaytib kelganda mitti zombichi kelyapti shekilli. Tezroq yurish kerak. Tezroq yurish kerak. Bu yerda zombilar bor ekan. Menga creeper yoki bo'lmasa o'shanaqa narsalar kerak. Hozir uxlashim kerak edi. Men eng keraklisi uxlashim lozim. Menimcha aylanib kelyapman. Bitta joyga aylanib kelyapman. Boya shu yerga keldim shekilli. Lekin daryolarni muzlatib ketyapman. Ho. Men yovuzman. Suv ostidagi hech qaysi baliq chiqa olmaydi deganda men rostdan ham aylanib keldim. Tezroq yotoq yasab uxlashim lozim. Tezroq uxla. Qayergadir qo'y, ana uxla endi. Uxlasangchi. U zombi kelibdi. Ikkita zombi o'l. O'lsangchi, nimaga shartni shunchalik kuchsizmi shartningiz? Ha, mayli biz uxlasak bo'ldi. Ana tun yog'dusida, oy yog'dusida shunchalik chiroyli uxladik. Juda ham ajoyib va tong ham otdi. Qaranglar, quyosh nurlarini qaranglar tushishini. Meni ko'zlarimni yoshlantirib yuboryapti. Asosiy kanalimda ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib shortslar joylayapman. Agar sizlar ham shu sheydalarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda ushbu sheydalar turibdi. Prisma Deferet va Prisma Visual, ham Strawberry, Plugware Deferet kabi kuchli sheydarlar turibdi. Sizlar ham kirib maza qilib ishlatishingiz mumkin. Lekin bu sheyderni ishlatish uchun kamida telefoningiz menikidek bo'lishi kerak. Shunda maza qilib ishlatishingiz mumkin. Juda ham kuchli grafikani ko'tara oladigan bo'lishi kerak. Juda ham kuchli desa, endi men telefonim ham juda ham kuchli emas, endi juda ham kuchlilardan emas, o'rtacha darajadagi telefon shuncha darajadagi sheyderlarni ko'tara olyapti. Men bu sheyderlarni o'rtacha darajada, medium darajasidagi o'ynayapman. Ultra darajasida o'ynasam juda ham chiroyli bo'lib ketadi, lekin telefonim qotib ketadi o'sha joyda. Shuning uchun men o'sha yangiroq telefon olishga harakat qilyapman. Ya'ni kattaroq va kuchliroq grafikali telefon olmoqchiman. Shunda men maksimum FPS va maksimum reallikda o'ynashim mumkin. Maza qilib shunaqa sheyderlar bilan sizlar esa obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Juda ham zo'r bo'ladi. Hozir tovuq qochma, bo'lmasa bunisi ham o'ldirib yubordim. Nargis bilan savdo qilamiz. Muhim bo'lib qolma. Ana ochildi va bizga ana berdi Blaze tayoqchalarini va bizga kamon sotib oldik. Va bizga yana nima kerak? Boshqa narsa sotib olamiz ekanmiz. Bekonni sotib oldik. Bekon bizga albatta kerak bo'ladi va boshqa narsa kerak emas. Agar totem olmoqchi edim-ku, lekin totemni olish uchun oltin kerak ekan. Men pastga tushmoqchi emasman oltin uchun. Juda ham chuqurga tushishni niyatim yo'q. Bo'ldi, shu atrofga portalni qo'yib, endga ravona bo'lamiz. Hech bo'lmasa tekizroq joy qo'yib qo'y, mana shu joy bo'ladi. Menda end portalning o'zi bor, end framelarni qo'yish shart emas. Nimaga o'zi uni izladim? Mana katak. Endga ravona bo'lamiz va biz enddamiz. Negadir juda ham qorong'u, shu sheydalarda juda ham qorong'uda shu joy. End juda ham qorong'uda, lekin tezroqda bu tuzatilsa kerak. Menimcha mojangning o'sha ko'proq buglar tufayli shunaqa qorong'u bo'lib ketyapti. Osmon xuddi oddiy osmondek turibdimi? Ko'kimtir rangda g'alati. Birinchi marta ko'rishim, lekin buni tepaga chiqib ko'raylikchi, nima bor ekan. Menga blok sifatida temirni ishlatsam bo'ladi. Temir aynan hozir bizga kerak emas. Bloklarni qo'yamiz. Temir tong deb temir qo'yilyapti. Osmon ham moviy rangda. Lekin atrofimiz qop-qorong'u. Menimcha bu sheyderni o'chirib turaman shekilli. Bunaqa qorong'uda men Ender Dragonga yem bo'laman-ku. Biroz sheyderni o'chirib qo'yamiz hozir. Ana yorug'roq bo'ldi, sal-pal bo'lsa ham menga shu bo'ladi. To'g'ri, bu ham qorong'u, lekin menga yorug'likda narigi sheyderdan ko'ra yorug'roq. Men oddiy patchet versiyadagi sheyderlarni ishlatmoqchi bo'lsam, lekin o'sha versiyadagi sheyderlar menimcha tushmaydi hozir bu versiyaga, chunki bu yangi versiya va patch sheyder, mana bundaqa default sheyderlarni ko'tarishda juda ham yaxshi va FPS ni yuqoriroq ko'tarib beradi. Endi buni qo'yib qo'yamiz va hammasini kamon bilan bum qilib chiqamiz. Tegmadi. Buni ham tegizamiz. Tegdi, ajoyib.
Ender Dragon kelmay tur bu yerga. Qani, tegdi. Narigisini ham tekkizamiz. Bunisi ham bittada. Bunisi esa oxirgi kristal edi. Endi osongina Ender Dragon'ni chopamiz, uramiz, solamiz, aylantirib. Qara pastga elitra bilan tushamiz, sekinroq endermenlar ko'ziga qaramasdan pastga ham tushib oldik. Ender Dragon'ni tezroq yo'q qilmasam bo'lmaydi-da. Mana Netherite Sword tayyor va bizga yana nima kerak? Nima kerak? Elitra bilan totem va o'qitilgan oltin olma bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Afsus, uni qo'shmabman. Shu joyni o'ziga bekon yasab borsak bo'larmikan? Mayoq yasab. Ana shu yerga mayoq yasamiz. Kim bilardi, qanday qilardi-ya? Kim biladi? O'sha mayoqni yasashni men esimdan chiqib qopti, lekin hozir oldin yaxshi bilardim, ko'p yasardim oldinlari, lekin hozir esimdan chiqib qopti, chunki yasamaganim ham juda ko'p bo'lib ketdi. Juda ham uzoq vaqtdan beri yasamadim. Qanday qurardi-ya shuni? Mana shu yerga qo'yamiz. Jonga tekkan qurbaqa deyman-da. Ender Dragon, jonga tegdi Ender Dragon. Qurbaqaga o'xshab ketadi o'zi, to'g'risi ham. Shu yerga qo'yarmidi yoki bu yerga qo'yarmidi? Qayerga qo'yardi? To'g'risini aytsam, jonga tegdi. Qayerga qo'yardi? Mana shu yerga qo'ysa kerak menimcha. Mana shu joyga, ana. Endi bo'ldi. Menimcha shu joyga biroz qo'yib narsalarni qo'yib qo'yamiz va tayyor. Endi bizga nima berar ekan? Berish uchun bizga olmos va temir yoki bo'lmasam shunaqa rudalar kerak bo'ladi. Ana, biz hozir nima berishimiz mumkin? Biz olmos berishimiz mumkin va speed, tezlik va harvestni olishimiz mumkin ekan. Ko'p gapirmasdan Ender Dragon'ni chopishga olg'a keldik. Ana endi uramiz qani. Bars, mana senga yaxshi ham elektri yo'q, hozir elektri yo'q bo'lganda uchib ketardim bor bo'lganda. Lekin yaxshigina joning ketyapti-da, yaxshigina joning ketyapti-da. Qochmasang bo'lardi. Juda ham qochish yaxshi ko'rasan sen Ender Dragon. Nimagadir joni to'lganga o'xshyaptimi? Yo'q, o'sha turibdi joni. Demak, biz qaramaymiz endermenlarga, jonga tekkan endermenlarga. Men mayoq yasadim, lekin u ma'lum bir masofaga ta'sir qilar ekan, xolos. Ma'lum bir masofagacha ta'sir qilar ekan. Mayli. Endermenlarning ko'ziga qaramaymiz. Qaramay tursang-chi, endermenlar. Qani, o'zingni jonini keltirishim kerak, tezroq. Qochib keta ko'rma, lekin qochmasang-chi, yana qochadi-ya, qochoq-ey. Jonga tekkan qochoq. Nimagadir juda ham asabimni buzib boryapsan sen Dragon boru. Endi sen meni qochib qutula olmaysan. Tezroq o'ldirib yuboray, tezroq. Jon oz qoldi. Joni ozgina qoldi. Ana. Yana qochasan sen Ender Dragon, meni asabimni buzib yuboryapsan. Tezroq kel bu yoqqa, men epic yurishlarim bilan, epic animatsiyalarim bilan seni osongina yo'q qilaman. Lekin menga juda ham yoqqan tomonini qaranglar, qilichni orqaga qilib ketishni. Ender Dragon, kelma meni oldimga. Kelma meni oldimga desam ham keladi. Bu juda ham jippirig bo'ldi, lekin bu boru. Asabimni buzyapsan-da sen Dragon. Qani hozir tezroq kesaymi? Kelyapti. Ortga qaytamiz tezroq. Buni o'ldirishimiz kerak. Tupurmay tursang shu joyga ham, asabimni buzmasdan. Tezroq. Ovqat yeb oldik, yaxshi, tezroq to'layapti jonimiz. Endi Ender Dragon, seni tezroq joningni yo'q qilay. Qochmagin, lekin bu safar qochib ketma. Ozgina joning qoldi. Jichchigina bir zarracha joni qolganini ham qochish xohlaydi-ya bu Dragon. O'ldirishimga qo'yib ber, o'ldirishimga. Billi bitta yulduz o'qib ketibdi-ku bundan. Aytdimmi joni to'layapti deb bu iplosni. Qani tezroq yo'q qilamiz buni. Mayli, bitta yulduz bo'lsa ham men buni epladim. Men buni o'ldirdim. Men buni va nihoyat yo'q qildim. Va nihoyat men shuncha mashaqqatlarim. Charchadim lekin gapiraverib. Shuncha darajani olib oldik va bizga hech nima kerak emas. Rostdan ham hech nima kerak emas. Hamma narsani olib oldik. Biz maqsadimizga erishdik. Ender Dragon'ni mahv etdik. To'g'risini aytsam, har videoda Ender Dragon'ni mahv etish ham jonga tegyapti, asabimni buzyapti. Aytinglarchi, nima vazifa bersanglar, nima vazifa qilsak bo'ladi? Qanaqa maqsad qilsak bo'ladi? O'shani albatta izohlarga yozib qoldiringlar.
qanaqa maqsad qo'ysam ekan deb o'ylayapman. Shaderni ham yoqib oldik. Ajoyib, juda ham chiroyli. Biz mana qorong'i emas, quyosh chiqishiga kelyapmiz. Juda ham zo'r, juda ham chiroyli. Biz quyosh chiqadigan paytga kelyapmiz. Ana quyosh ham chiqyapti. Vau, hozir haqiqiy go'zallikni ko'ramiz, haqiqiy chiroyni, haqiqiy dahshatni ko'ramiz. Hozir rosa o'zi ham quyosh chiqishiga kelyapmiz. Yoki quyosh botishimikanmi? Menimcha quyosh botishiga kelganmiz shekilli. Ha, yo'q, quyosh botishi emas, quyosh chiqishi. Yo'q, quyosh botyaptimi, chiqyaptimi bunda? Menimcha quyosh chiqyapti. Men chiqyapti deb o'ylayapman. Ha, o'ylaganimdek, quyosh chiqyapti. Ana ajoyib, quyosh chiqishini qaranglar, shunchalik ham chiroyli chiqadimi? Ko'zlarim yoshlantirib yuboradi. Haqiqiy quyosh chiqishi o'xshayapti. Lekin to'rtburchak turibdi-yu, lekin menga bo'laveradi bizga. Vau! Juda ham chiroyli. Minecraft lekin tovuq epik narsalar sotadi videosida biz o'z maqsadimizga yetdik, ya'ni Ender Dragon'ni mahv etdik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'ling. Albatta, keyingi video qanaqa bo'lishini izohlarda yozib qoldiring. Albatta men o'qib javob qaytaraman.